Money ilovasi orqali butun Yevropadan O'zbekistonga oson pul yuboring. Bosh sahifadan payment bo'limiga o'tamiz, payment bo'limidan esa transfer to Uzbekistan bo'limini tanlaymiz. Qabul qiluvchining Uzkart yoki Humo kartasini kiritamiz va albatta kerakli summani ham yozamiz. Eng asosiysi Money ilovasida Yevropadan O'zbekistonga pul o'tkazish uchun xizmat haqqi 0%. Money pulingizni oson va qulay jo'nating. Salom berdi. Hammaga salom, hammaga salom, hammaga salom. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Ne Berlin? Kichik Berlin namozi. Biz eksperiment podkast yozyapmiz. Xo'p, nomini Bekzod o'ylab topgan. Shuning uchun Bekzodga sirrazu so'zni berib yuboramiz. Bekzod, o'zingiz aytib bering, nimaga bunaqa nom qo'ydingiz? Qayerdan kelib qoldi bu? Ketdi. Nom BMB nimaga? Bilmayman. Chunki menimcha bizning ismlarimiz bo'lsa kerak. Bosh harflardan kelib chiqdi. Bosh harflardan kelib chiqdi, ha. Behruz, Mirsolih. Bekzod. demak, O'zi teskari, birinchi Bekzod, keyin Mirsolih, keyin Behruz. biz senzurasi yozamiz. Shuning uchun bu podkastda imkon qadar o'zingizlar ko'rsanglar ham mayli, imkon qadar realniy narsalarni gaplashishga harakat qilamiz. Oxirgi paytlarda mavzu aniq edi. Pul mavzusini bugun gaplashamiz. Germaniyada pul mavzusi. O'zi hammada Instagram bor. Siz uncha aktiv ishlatmayapsiz. Bekzod juda ham aktiv. Ana meow chiqdi Bekzodniki. Meow Mirsolohga ham chiqdi. O'zi Germaniyada boyib ketsa bo'ladimi, akalar? Ana 10 yildan beri yashaysizlar. Realni boyib ketish mumkinmi? Va bu qancha muddat talab qiladi? Doktorlar sifatida aytib beringlar. Hamma joyda illyuziya haqidagi narsalar ko'rsatilyapti. Ya'ni aysbergga uch ko'rsatilyapti, lekin pastidagi rasxodlar va yetib kelinishi kerak bo'lgan oylik mavzusi yillarni juda ko'pchilik yetmayapti. Endi bir tomondan buni tushunaman. Ularning firmasi bor, odam olib kelish kerak, lekin men insof tarafdoriman. Fikringlar? Aka, siz boshlang. Men o'ylayman, Germaniyada boyib ketish uchun bu yerda faqat bitta ish yetarli emas. Yana qo'shimcha ishlar qilish kerak. Ya'ni biznes qilish kerak. Doktor bo'lib, oddiy doktor bo'lib, boshlab turib, ishlab, rasxodlarni hisobga olganda boyib ketib bo'lmaydi. Endi yana bitta narsa bor. Boylik bu hamma uchun har xil-ku. Biz endi materialni boylik haqida Tushundim, gapiramiz. tushundim. Boy puli ko'p degan siz uchun qancha bo'lishi kerak pul? Vot, mana shu yerda hamma savol keladi-da o'zi. Masalan, kimdir uchun $100 katta pul bo'lishi mumkin, kimdir uchun u bitta pul bo'lishi mumkin. Bu juda ham katta mavzu, lekin kirib olishimiz uchun yuzaki bo'lsa ham fikringizni aytib ketsangiz Bekzod. Endi to'g'ri, mana bunaqa narsada men ham ko'p eshitganman. Voy, Germaniyada millioner bo'lib ketishga hokimiyat ruxsat bermaydi, millioner bo'lib keta olmaysan deydi. Men aytaman, sen o'zing millioner bo'la olasan, qayerda millioner bo'la olasan? Agar millioner bo'la oladigan qanday sanda kachisi bo'lganda, sen Germaniyami, O'zbekistonmi, Amerikami farqi yo'q, любой joyda millioner bo'larding. U kelib Germaniyada seni millioner qilmaydi deyish noto'g'ri. O'ka aytganlaridagi bitta rostdan millioner bo'lsa bo'ladi, faqat sal qiyinroq, chunki 1 million topish uchun siz 2 million topgan bo'lishingiz kerak. Chunki yarmidan ko'pini berib yuborasiz. To'g'rimi? Shifokor bo'lib million topish menimcha nereal narsa, faqatgina oylikdan yoki nimadan yoki praksis ochilmasa deng. Praksis ochsangiz ham unaqa millionga olib chiqish qiyin bo'ladi. Praksis ochganingizda agar qanaqadir shifoxona ochsangiz, qanaqadir set ochsangiz, 4 ta 5 ta qilib tashlasangiz, ana o'shanda menimcha millionga olib chiqasiz. Yana bitta narsa aytib o'tish kerak. Mana O'zbekistonda bo'lib turib, bu yerda oyliklarni eshitganda birinchi wow bo'ladi. Wow bo'ladi. Nimaga? Mana ana endi 6 ming olar ekan. Wow. Kelganingizdan keyin bu yerda налоговый sistema, ya'ni soliq sistemasi umuman boshqacha. Soliqlar katta, strafovkalarga to'lash kerak, uy olinadi, rasxodlar umuman boshqacha. Mashinani o'zi rasxod bo'lib yotibdi. Necha pul to'laysiz mashinangizga, strafovkasiga? Strafovkasiga oyiga emas, 3 oyga bitta to'layman, qancha 400 qanchadir euro, 500 euroga. Sizchi? Sizda ikkita mashina. Ya, menda bitta mashina. Hozirda 400 to'layman-da oyiga. Oyiga. Bu yerda 400 anaqani aytayman. Mikrofon. Kreditga olingan. U nima? Olingan nomi. Yo'q, agar masalan aytaylik faqat mashinangizni tayyor olgan bo'lsangiz, sotib olgan bo'lsangiz ham strafovkaga shundoq ham masalan 100-150 to'laysiz-da. Strafovka oyiga 100-150 to'laysiz. Turadigan parkovkangizga pul to'laysiz. Uyingizda parkovkaga pul to'lagan bo'lishingiz mumkin, ishxonada parkovkaga pul to'laysiz. Nalogi bor yiliga.
to'g'rimi? Bu ham kam pul emas. Nalog ham 300 qanchadir yevro. buzilib yiliga. qoladi o'rtada. Buzilib qoladi o'rtada. Har ikki endi ularning mashinalari buzilmaydi. BMW yangi 55 mingga naqdga olingan chotki BMW. Biz senzurasi yozamiz, o'qish takshda hamma tayyor edi. Aytmoqchi, yozib olaylik yuridiskiy. Bu podkastdagi bironta gaplar kesilmaydi, aytib qo'ying zaranga. Tasdiqlab olaylik, yana ertaga chiqib sudlashib yurmaylik. Manda advokat bor, sizda bor menimcha. Sizda ham bor menimcha advokat. Sizda ham advokat bor. Bor. Bo'ldi. Aytmoqchimanki, mana bunaqa narsada u tayyor mashina bo'lsa ham unga shuncha pul to'lanadi, rasxod faqat. Eng rasxodsiz transport bu o'sha Deutschland ticket. To'g'rimi? O'sha 70 yevro bo'ldi. Boshqa. O'zi mana zo'r temani ochdi misol, aytayotdilar-yu, brutto bilan nettoni farqlash O'zbekistonda hali tasavvur hosil bo'lmagan. Ya'ni 3000 yevro deb eshitganda hamma 3000 ni o'ylaydi. Aytib ketaylik, brutto bilan netto o'zi nimaligini-da. Misol uchun men O'zbekistonda bo'lib turganimda bu so'z ham menga misol uchun qanaqadir boshqacha tuyulganda, endi Google'ga kirib tushunib olsangiz bo'ladi, lekin brutto netto degan tushuncha umuman O'zbekistonda kam ishlatiladi-da. Germaniyaga kelganingizda nettoni farqi qanchalik ko'p pul topsangiz, shunchalik katta bo'ladi farq. Brutto degani oylikni kelayotgan oylik, netto degani o'shandan hamma narsani chiqarib bergan toza qolishi netto. Qo'lingizga kartochkangizga tushadigan, o'sha shotingizga tushadigan pul o'sha netto deyiladi. Bilamiz, o'sha ko'pchilik reklama qiladiganlar ham brutto netto chiqadi. Men ham boshida hayron bo'lardim, qayerdan oladi bu oyliklarni? Chunki aytishadi-yu, 4000 oylik topasan deydi, tam medsestra, men aytaman, 4000 medsestra qayerda topar ekan deyman. Keyin tushunsam bu brutto haqida berayotgan ekan. Hop, brutto topadi, lekin qo'liga qancha tushyapti? 2,5 tushyaptimi? Bu hali o'sha rasxodlar chiqmagan bo'lsa, hali o'sha o'zbekcha qanaqa tarjima qilamiz? Mayli, shu brutto nettoni. Toza kir pulmi? Kir pul, toza pul. Qanaqa noto'g'ri-da, kirmasi-yu, toza. Endi bizani ko'rayotganlar, Germaniyaga kelmoqchi bo'lganlar, o'zimizga o'xshagan jaydari odamlar ko'radi. Chunki bu podkast qilishimizdan maqsad nima edi? O'zimiz choyxonada ham gaplashamiz, bu temalarimizni juda ko'p gaplashamiz. Biz o'yladik, hammamizning ustimizda kiyimimiz bor, boshimizda tom bor, hammaning mashinasi bor, hamma o'zini yo'lini topib olgan. Endi Bekzod menga o'rgatgan o'sha Maslow piramidasi bo'yicha ketish niyat bo'lgan. Ya'ni biz bilgan narsalarni sizlarga bo'lishib qo'yish, chunki hammamiz baribir o'lib ketamiz qachondir. Bu informatsiyani kimdir bilib aldanishdan saqlanib qolsa, masalan, kelayotgan bolalarni, sovug'idan yeb yurgan bolalarni men nechtasini gaplashganman, 80% asosan qishloqdan chiqqan bolalar. To есть adasi 4 ta molini sotib beradi, yo kredit ko'taradi va shu narsa, shu illyuziyalarga aldanib kelishadi. Sababi chiroyli ko'rsatiladi, Germaniya zo'r. Men bundan hech qachon отказаться qilmayman, bu narsani hech qachon qochmayman bu temadan. Chunki yana bitta narsa, yaqinda Mirsolih Oberarov ishlaydi, katta shifokor. Aka dedim, endi siz Shvetsariyaga ketsangiz bo'ladi, soqqan tegdi qolasiz desam, mana Mirsolih nima dedingiz o'shanda? Yo, men ketmayman, menga Germaniya yoqadi. Birinchidan, ikkinchidan Shvetsariya deganda ham o'zini baribir muammolari bor-da. O'tga borganingizda ham nalogi kamroq bo'lishiga qaramasdan qolgan narsalardan baribir oladi-da sizni oilangizdan ular Shvetsariyada ham. Hech kim bizani o'tda kutib turgani yo'q. Bizani hech qayerda hech kim kutmayapti aslida. Men bugungi mavzuni shu imkon qadar pul temasiga bog'lamoqchi edim. O'sha real Germaniya va real pullar. Chunki Bekzod 10 yildan beri Germaniyada yashayaptilar. Mirsolih siz ham 10 yildan oshdi. 10 yil bo'ldi. 10 yil bu bitta xulosa chiqarish uchun yetarli muddat. Mana kelaylik endi biz hammamiz 3 xil shaharda yashaymiz. To есть klassi bo'yicha. Bekzod Frankfurtda, megapolis, soqqa. Mirsolih o'rta kichiklikdagi shahar. Qancha odam yashaydi Badkrosnahda? 50 ming bo'lsa kerak. 50 ming. Men yashagan shaharda 20 ming odam yashaydi. To есть eng kichkina shaharlardan biri. To есть biz 3 xil taraflama bitta fikrga munosabat bildira olamiz-da. Mana masalan kelaylik o'sha zo'r temani ochdingiz. Medsestralarni deyapsiz. Shu 4 ming olmaydi boshida 2800 li brutto oladigan bo'lsa, qo'liga qancha kelib tushadi taxminan? 1700, 1600 keladimi? Taxminan shunaqa keladi. 100-200 mana realnisini ham chiqarib qo'yamiz. Endi kelamiz. Frankfurtdan boshlaymiz. Qimmatidan boshlaylik, keyin arzonga qarab ketamiz. Frankfurtda bir xona uylar necha pul? Arenda. Endi Frankfurt opet nima deydi, joylashgan joyiga bog'liq-da. Masalan, markazda bo'lsa bir xona. O'rtani olaylik. O'rtani olamiz, ha. O'rtacha joy olaylik. O'rtacha 1000. 1000. Bu kaltmitda. Ya'ni uni ham tushuntirib keting. Kaltmita degani o'sha svetsiz, gazsiz to'lanadigan o'sha uy o'ziga, internetsiz 1000. Mana plus ustiga 200-300 qo'shiladi demak. Qo'shiladi albatta. Demak 1200-1300 deb olamiz bir xonani olamiz biz. Albatta. Okey, sizniki o'rta shahar. O'rta shaharda men 800 bir xonali. Bu ham kaltmitda. U ham o'sha
uyi o'ziga to'lanadigan narsada, ya'ni undan tashqari issig'i bor, sovug'i bor, sveti bor, suvi bor. Germaniyada bu narsalar ham arzon emas-da. To'ppa-to'g'ri, juda ham qulay. Urush Bitta boshlangandan narsa keyin hozir yana albatta qimmatlab ketdi. sal anaqa noto'g'ri tushunish mumkin-da, hozir aldashyapti, mingmasdi. Masalan, aytish mumkin, mana meni tanishim 10 yildan beri yashayapti, hali 500 to'laydi. 10 yil oldin olgan kontrakti bo'yicha 500 to'laydi. O'shaning uchun qonun bor, himoya qiladigan, o'sha arenda turadigan odamlarni himoya qiladigan qonun bor Germaniyada. O'shaning uchun 10 yil oldin olgan narxingiz hali ham sal ko'tariladi. U ham bitta nyuanslari bor, o'sha kontraktni qarash kerak. O'sha yashayotgan joyda ko'tariladimi arendasi yoki yo'qmi? Agar ko'tariladigan bo'lsa, ko'tarilganda ham sal ko'tarilib boradi. Masalan, 10 yil oldin olgan odam 500 olgan bo'lsa, hozir balkim 600-700 to'layotgandir. Xuddi o'sha kvartiradan o'sha chiqib ketsin, yangi arrendator keladimi, unga umuman уже 1000-1100 qo'yib qo'yishga haqqi bor. Da, endi bu narsani nimaga aytyapmiz? Biz начальный, startoviyni aytyapmiz. Ya'ni ko'chib kelgan odamlarga biz yordam bermoqchimiz-ku. O'sha odamlar kelganida demak, taxminan 1000 yoki 1300 lar o'rtasida bir xonaga Frankfurtda 800 largacha taxminan Bad Kreuznachda bu Baden-Württemberg kirarmidi? Yo'q, Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg bilan tanishtiraman. Badrapanauda men yashagan shaharda 23 mingta odam yashaydi. Meni oldimda Heilbronn degan katta shahar bor. Aytmoqchi, Heilbronn eko shahar deb tan olindi. Butun Germaniya bo'yicha maqtab ketdik. Qishloq bo'lsa ham yaxshi joylar. Xullas, o'tda 600 dan boshlab 900 gacha. Ya'ni o'sha kvadraturasidan kelib chiqqan holati va lokatsiyasiga qarab turibman. O'sha Kaltmitda turadi. Endi qaranglar. Biz hamshiralarni olamiz. Endi bu istalgan boshqa kasb bo'lishi mumkin. Bozorga necha pul ishlatasiz? Masalan, bozor. Sizni ko'zingiz bilan bozor. Chunki hozir biz o'tirish uchun bozor qilib keldik. Bekzod olgan narsalarni, ba'zi narsalarni men olmayman. Endi to'g'risida. Men bugun bilib oldim. Bitta tovarlarni shu siz o'rgatdingiz menga. Men yaxshiroq narsa, men balobatlar tushuntirib berdingiz. O'zimcha aqlli qildim. Bugun bilib oldim o'zim uchun ba'zi bir tovarlarni. Masalan, siz uchun bitta odam, standart odam Frankfurtda necha pulga bozor qiladi? Menimcha bitta odam Frankfurtda yashasa, bitta odam bir kundami? Yo'q, bir oy uchun. Oylik bozorlikda. Bir martalik deb tushundimda men. Bir oyda bozor hisoblaymiz. Menimcha kamida 400 500 ketsa kerak. Boyvachchada bilinadi. Faqat Revadan. Faqat Revadan so'ralyaptilar. Reva bu ancha sifatli narsalar sotiladi. Oka, sizni qarashingizda. Menimcha noto'g'ri aytyapsiz. 400-500 ga bir oyga produktni. Ko'pmi? Слишком kam. 400-500 ga nima produkt olasiz? Yo, to'g'risi-da, 400-500. To'g'ri, o'shani sanagan. To'g'ri, men oyliga, masalan, oyliga hisoblaysiz, точно oyliga oilam katta emas. Kichkina farzand bilan 3 ta odammiz, 2,5 odammiz. Shuni o'ziga уже 1000-1200 ketadi. Bozorga. Bizda ham shu. Bu Sizda ko'proq ketadi. Ko'proq Sizni ketadi. bolalaringiz kattaroq, kattalarda kiydi. Endi o'g'lingiz o'zingizdan ko'p yesa kerak. Endi to'g'ri, oila 3 ta odamga, 3 ta bolaga ancha farq qiladi. Ha, конечно. 2000 ga yaqinlashadi, 2000. Eng ko'p rasxod o'zi sizda. Har bittasi maktabga boradi, to'g'rimi? Mana, demak, uyi narxini bildinglar. Taxminan bozor narxlarini ham bilyapsizlar. Endi ekstra, ya'ni qo'shimcha rasxodlarga kelamiz. Albatta Deutschland ticket bo'lishi shart menimcha, chunki sirazi mashina ololmaydi-yu. Deutschland ticket nimaligini aytib keting. Aytib keting, Priznoi. Endi mana bunaqa narsa, transport, men ham bir marta video qilgandim, mana shu necha pul oylik topish haqida yozganman. Germaniyada hamma shifokorlar shunday Google ga kirib qidirib topsa bo'ladi. Tarif bo'yicha topadi. 95% shifokor tarif bo'yicha oladi oyligini. Olsa tarif bitta ikkita odamda, to'g'rimi? O'sha Biz nimaga kulyapmiz? Tushuntirib ketaylik, bular nima chakmaganmi deb o'ylashmasin. Biz shunchaki bir-birimizni finansiy ahvolimizni, qancha oylik olishimizni va bu oyliklar qanaqa olinishini ham biz bilamiz. Shuning kulyapmiz. Xo'p, endi aytmoqchiman. Keyin ikkinchi video talab chiqqan xarajatlar qanaqa? Xuddi shunaqa, men bu uy haqida gapiryapmiz. Endi hamma o'zining talabini kelib chiqadi. Masalan, bizda bitta yangi kollegam bor. Bo'ydoq, yaqinda kelgan, u ham germaniyalik emas, fransiyalik, lekin VG da yashaydi. VG bu Wohngemeinschaft, ya'ni studentlar ko'pincha yashaydi. Bitta kvartira, общежитие emas. Masalan, kvartirasini olishadi. Toshkentda ham 3 ta odam bitta kvartira oladi. Har bitta xonasida o'zi yashashadi. Общий vanna, tualeti bo'ladi. O'shanaqa olishadi variantlar. U masalan shifokor bo'lsa ham уже ikkinchi yil ketyapti. Lekin shunda ham shunaqa VG da yashaydi. Oyiga qancha dedi? 500 ming to'laydi. Mashina kerak emas. Mashina olaman deb yuribdi, lekin mashina kerak emas unga, pishkom keladi ishgacha.
Tushunasizmi? O'shanaqa narsani, hamma narsani o'ziga moslashi mumkin. Menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Boshida kelganda ham yashaydigan kvartiram Zaksen-Anhaltda, g'irt, qishloqda chekka bitta kichkina shaharda yashaganman. O'tda misol uchun haqiqatda to'g'ri aytasiz, uzr gapingizni bo'ldim. 200 ga ham uy olsangiz bo'ladi o'tda. 200 yo men почти 300 ga yashaganman, lekin ichida hamma narsa bor. Internetda ham qo'shib berishgan. Lekin kim boradi u yoqqa? Akalar, stop. Nechinchi yil haqida gap ketyapti? 10 yil oldin. 10 yil oldin. Hop, men sizga aytaman, o'tda lokatsiyani hozir ham 200 ga Hozir ham joy topa olasiz. topasiz, hozir ham topasiz. Savol o'tga kim sizni ishga taklif qiladi? O'tda umuman u sferada ishga ishchilarga spros bormi? Yo'q-da o'tda. Siz borganingizda kattaroq shaharlarga borasiz. Chunki nimaga aytib ketyapman buni? Odamlar aytishi mumkin, 300 ga ham topsa bo'ladi joy deb. Topsa bo'ladi joy. O'sha Vostochniy Germaniya topsa bo'ladi. Lekin u lokatsiyaga interes yo'q-da hech kimda. Ishga boradigan joylarda o'rtacha aytaylik 400 dan 800 gacha joy olsa bo'ladi. Endi hozir kimdir o'tiradi aytadi, menga deydi, men boraveraman o'sha yoqqa deyishi mumkin. Sababi nimaga? Endi mana bunaqa narsada men blogim bor, shuning uchun juda ko'p o'zbek bilan gaplashaman-da. Oka deydi, menga gitara deydi. Lishbi ketsam bo'ldi degan odamlar juda ko'p yozadi-da. Men lishbi ketsam. Eng afsusli joyi, men aslida ichim yomon og'riydi ko'pincha. Sen borib olgansan deydi. Men sizlar ham qarindoshinglardan eshitgansizlar, 100 talik, siz ham eshitgansiz. Sen o'zing borib olgansan deydi. Senlar yashasanlar deydi. Shuning uchun bizani borishimizdan xohlamaysan degan ko'p yomon narsa uchib keladi. Misolga gapimni to'ldirib ketmoqchiman. Aytdi-yu, siz boradigan shahar albatta katta shahar bo'ladi. Chunki odam ko'pligini hisobiga qadri yetmayotgani uchun sizni oladi. Bo'lmasa nemis so'zini yoki albanni yoki ruminni olib o'sha temani yopib yuborish mumkin. Demak, uydan tashqari Deutschland tiketni aytdi, yana nima rasxotlar bo'lishi mumkin bir oyda. Bitta odam gaplashyapmiz faqat. Страховка rasxoti bor. Страховкani ham olish kerak. Misol uchun kelgandan keyin polibomi bitta, ikkita, uchta страховка qilish kerak bo'ladi. Nimalar? Sog'liq. U kirkitdi-yu bruttoga. Bruttoni olib tashlaydi. Yarimi-da. Qolgan yarimini o'zingizdan to'laysiz-ku. Yarimi ishxona to'laydi, yarimi. Unda ham уже olib bo'lingan bo'ladi-yu. Qo'lingizga keladi-yu. Shtonni avtomatik olingan. Mashinani страховкasi. Agar mashina olinadigan bo'lsa. Mashina olmaydi. Boshqa страховкani gapirdik. Buni gapirdik. Xo'p, endi qo'shimcha страховка maslahat berishim, xohlasa olinadigan, xohlasa olinmaydigan страховка bor. Shu advokatning. Hausratversicherung bor, Haftpflicht Versicherung bor, Rechtschutzversicherung. O'shani aytib keting. Men Rechtsschutz men qo'shib ketaman, faqat ana uyi страховкасini aytib keting. Chunki men endi men ham 100% bilgan, hamma ham ko'pchilik bilmaydi o'zi nima uni ichiga kiradi, nima kiradi. Masalan, Hausratversicherung bu uyingizda nimadir buzilib qolsa, o'sha narsani to'lab beradi. O'sha nima deydi? Sug'urta o'ziga oladi. Masalan, bachok sinib qoldi. Masalan, Haftpflichtversicherung, masalan, bolangiz yoki o'zingiz ko'chada ketyapsiz, velosiped bilan nimadir qirib yubordingiz yoki magazinda yurdingizda nimadir tushirib olib sindi. To'la deydi, to'layman, o'sha yerda aytishingiz mumkin, Haftpflichtversicherungga o'sha sug'urtaga to'lab berishiga. Rechtsschutz bu tushunarli, anaqa advokatlarga. Agar nimadir sizda ish ochilsa, nimadir bo'lsa, tushunmovchilik bo'yicha o'shanda advokatlarning pulini o'sha oyiga 50 deylik to'lab beradi. Oyiga 50 olaylik. Yana sredniy. Yaqinda men yangisini boshqatdan oldim, 100% 600 yevro yiliga, 50 yevro. Misol uchun eng arzonini hamma страховкani olganda, shu kerakli страховкani 50 deylik oyiga. 50. Endi mana men qo'shimcha qilib ketaman. Bu endi общий xohlasa oladi, majburlik yo'q. Bu страховкada ham majburlik yo'q. Endi qaranglar, mana shu joyda biz tushuntirib ketishimiz shart-da, sababi bu tajriba bizda bor. Agar oyliginglar 4000 dan balon bo'lsa bruttoda, bu odatda kimlarga? Aytishniklarga, doktorlarga va yana qaysi sohal o'qituvchilarga, yuristlarga, iqtisodchilarga. Uni xullas oyliginglar 4000 dan tepa bo'lsa, 5000 ga yaqin bo'lsa, albatta advokat qildiringlar. Sababi albatta bitta problema bo'ladi. Bu narsa juda ko'pchilikning boshidan o'tgan, men buni juda ham ko'p joyda aytib ketaman. Agar oyliginglar qancha balon bo'lsa, problema bo'lish imkoniyati ham juda ham balon. Va advokatning puli doimo sizni himoya qiladigan temalardan kelib chiqib turib qimmatlab boraveradi. Masalan, biz to'laydiganimiz 3 oyda adashmasam 80 yevro to'laymiz. 3 oyga 12 ta tema bo'yicha, ya'ni shu uy temasi, arenda, ishchi bilan, ish beruvchi bilan problemalar. Bitta misol qilib ketamiz. Misol uchun arendaga uy olgansizlar, chiqib ketyapsizlar o'sha arendani bo'shatib. U aytyapsizlarga mana buni sindirib qo'ygansiz deyapti. Aytyapsiz, bu bizga sinmagan, bu shunaqa bo'lgan. Shu advokatni qo'shasizlar, u shu narsani hal qilib beradi. Sizlarning nomingizdan hal qiladi. Chunki misol uchun bu shu narsa sizlarga 3-4 mingga tushishi mumkin. Advokatga oyiga ozgina pul to'lab yurasizlar, sizlarni chiqarib keladi. Tortib chiqib ketadi. Va yana bitta narsa bor.
oilaviy mojarolar temasi, bu ham juda ham yaxshi mavzu. Buni boshqa kun gaplashamiz. Lekin men so'raganman-da, menikida shu 12 ta joy bor. 13-chi qilib qo'shilganida edi deyapti. Yana 40% ustiga qo'shiladi. Ya'ni 80 euro to'lamayman, deyapti 130 mi 120 larga aylanishi kerak edi. Ya'ni oilaviy o'sha ajrim temalari ham qo'shiladigan bo'lsa, u ancha qimmat. Chunki Germaniyada ajrashish o'zi ham 3-4 ming ketib qoladi ajrashish o'ziga. Va yana bitta страховка turi bor. Страховка turi bor. Tish страховкасы. Masalan, unga ham biz pul to'laymiz. Sababi meni tishim problemalari bo'lgani uchun sразу qildirib qo'yganman. Men olganman. O'sha rentgen qilib, hammasini tuzatib olib, keyin страховка qilib qo'yganmiz. Sababi bitta tishim o'ziga bir marta 800 dan ko'p pul ketdi-da. Bitta tish o'ziga. Bu ham kerak narsa-da. To'g'ri. Bittasi bilan gaplashdim, shu страховка qiladigan bola bilan. Bitta tishingizni qancha 1 yilda nechta tish qo'ydirasiz? Endi menda ko'p problemni bo'lgani uchun men o'zim страховка qilib qo'ydim. Menda ham problema, men so'radim-da. O'sha men bormadim o'shandan keyin. 1 yilda bir marta. O'shani misol uchun 1000 ga qildirib olsangiz bo'ladi. Страховкani hisoblasangiz ham 1 yilga примерно shunchalik to'laysiz. Lekin sikl kelib chiqsa-chi, odatda karies tushsa ikkitasi ko'radi-yu. Ikki tomon ko'radi-yu o'rtada karies chiqsa. Masalan, shu men buni stomatologlar bilan ham gaplashib ko'rdim. Mayli qilib bu xohlasa qiladigan, xohlasa qiladi. Bu boshda bu muammo уже вообще yo'q deb boshda kelganda. Men to'g'risini aytaman, siz o'ylagansiz, men вообще o'ylagan u narsani. Boshda kelganimda menda fundamentalniy problemalar bo'lgan. Yaxshiroq yashaydigan joy topish, uzoq bo'lmasligi kerak, чтобы transport ekonom qilishim uchun. Keyin уже odam topgan puliga qarab, keyin o'zini klassini nima deydi, потребности ko'tariladi, shunga qarashib chiqimi ham ko'payadi-da. U boshida u narsalar voy kerak narsa emas. Bir oyda kiyinishni ham hisoblaymiz va restoranlarda ham hisoblaymiz. U ham xuddi shunaqa. Boshida kelganda men o'ylayman, o'zim lishniy fikrim. U ham kerak emas narsalar. Xohlasa qiladi, xohlamasa qilmaydi. To'g'ri. U hech kim majburlash yo'q. Qimmat joyda kiyinsa bo'ladi, arzon joyda kiyinsa bo'ladi. To'g'ri, lekin qaranglar-da, illyuziya bilan kelishadi-ku ko'pincha. Men Nike kiyaman, Adidas kiyaman, Puma kiyaman, takoy narsalarni kiyaman deb, baribir ko'pchilik kelganimdan ideal hayot boshlanib ketib qoladi. Chunki o'sha narsalar kiyim haqida bitta maslahat berish mumkin. Masalan, 2 marta yiliga yaxshigina skidka bo'ladi. Yozda va qishda. Mana o'shanda. Siz ham shunaqa qilasizmi? Ha, hali ham shunaqa qilaman. Yo'q. Pul ko'p, brat boyda, brat yaxshi pul topadilar. Men o'zi вообще qarshiman original narxiga olishga. Men ham qarshiman. Chunki u pulga kelmaydi. 100% da uni ishlab chiqarish 20 barobar kamda u narsani уже. Endi bu biznes bu shunaqa. O'shaning uchun u original narsaga olish qanaqa. Bekzod fikrimni to'ldirib ketaman. Mabodo Germaniyadagi endi kelajakda umringlarni yoki hayotinglarni shu yerda bog'lamoqchi bo'lsanglar, qishda yozgi narsalarga skidka ketadi, yozda qishki narsalarga ketadi. Faqat bitta neto tarafi, endi mabodo siz fashion, high level fashion kiyinadigan odam bo'lsangiz, sizga og'rib qolishi mumkin. 1 yil oldingi modada bo'lasiz. Men bilmadim. Endi shu kimdir uchun shu важный bo'lishi mumkin, odam har xil, men aytib ketyapmiz-da. Lekin to'g'ri bitta yaxshi gap aytdingiz. Ajdaniya bilan keladi odamlar. Katta narsani ajdans qilib keladi-da. Arsavin bor-ku, futbolist. Yutqizishganida futbolda hamma unga tashaganda aytgan-ku, "Vaše ajdaniya это ваши проблемы" deydi-yu. Kelayotganda menimcha katta ajdaniya bilan kelish kerak emas-da. Ya'ni o'sha разочарование bo'lmasligi uchun bo'pti. Unga kim aybdor? Malkim siz aytayotganingizdek boshida informatsionniy поток aybdor. Men ham borman o'sha yerda. Xo'p. Mana bunaqa narsada sizning fikringizga boshidagi fikringizga qo'shilaman. Aldashayotganda, masalan, men o'zim ko'zim bilan ko'rgan aldashlarni aytaman-da, pul haqida emas. Men o'zim Frankfurtda yashayman. O'shaning uchun men videoni ko'rganman, o'shanaqa jahlimchi yozmoqchi bo'lganman, lekin unaqa emasman-da, men kirib yozadigan videoda o'zbek medsestrani ko'rsatishyapti-da yoki o'zbeklarni qayerdandir chiqib kelishyapti-da, yo'ldan o'tib kelyapti, bu yoqdan kutyapti-da, qanaqa ekan, mana mashtada yashaysiz deyapti. O'tda yashamaydi hech kim, u anaqa ofisniy zdaniyalarda, bitta zdaniyada ham o'tda yashaydigan, nima deydi, жилой kompleks yo'qda. O'tda yashagim kelib qoldi, necha pul o'tdi joylar? Agar o'sha yerda aytaylik, agar o'sha Frankfurtning o'sha joyda жилой kompleks bo'lsa, bor bitta ikkita kamida 5000 dan boshlanadi oyiga. Anaqa kalt aytganingizdek. Mayli, endi kimdir to'lagisi kelib qoladi, necha qoladi bu, necha qolarligini bilib ketdik. Qanaqa illyuziyani sotilyapti-da, bunday aytayotganingizdek. Medsetra olib kela olasan, mana mash skyscraperlarda o'sha baland binoli, anaqa baland etajli binolarda yasha olasan deyapti. Yasha olmaysan u yerda. Shifokor bo'lsang ham yasha olmaysan u yerda. Birinchidan, 5000, 6000 turadi kamida. 10000 turadiganlari bor. Undan ham ko'p turadi. O'shani aldashdi, bu ham bitta turi. Kelgandan keyin aldama, ochig'ini ayt. Masalan,
kichkina shaharga kelasan, lekin mana chotki 2 xonali kvartira olasan, yangi remontli, отопленияsi joyida, issiq sovuq suvi joyida. Hamma narsa kontrol, svet o'chmaydi. Kelasan, masjidda yashaysan, medsitra bo'lib ishlaysan, seni hech kim nima deydi, ishingni ustingdan yedirmaydi, ishlagan nima deydi, oyligingni olasan. O'sha narsani ochiqchasiga aytsa, u yomon narsa emas. U nima kerak bor o'sha shundoq ham bor narsani ustiga yana qo'shimcha yedirishchi. Endi bu biznes bilan bog'liq, shuning uchun bunga chuqur kirmaymiz. Hatto mendan xafa bo'lib qolishadi, sababi bular bilan men kontaktdaman. No, men ham qo'shilmayman bu narsaga. Illyuziya masalasiga. Medsitra haqida, misol uchun medsitra bo'lib kelib turib, boyib ketish degan narsani o'zi noto'g'ri-da. Medsitra bo'lib kelib, normalniy yashasa bo'ladi. Lekin ekonom qilish kerak. Shunda hamda, misol uchun medsitra bo'lib kelib, doktor bo'lib kelib ishlasa, o'rta holatda va dastatkada yashasa bo'ladi. Misol uchun dam olishga borib, mashina xohlaganini olib, lekin unda ham boyib ketmaydi doktor bo'lib kelsa. Yo'q, kerakli boyib ketishni devermaylik, sababi o'sha bu hali noto'g'ri narsa-da. Sababi boyish hammada har xil. Mana kimdir uchun 100 ming yevro bir yillik daromad bo'lsa, u boyib hisoblaydi, kimdir uchun 10 ming. Shuning uchun o'sha mana men endi ko'chib kelganimda, mana shu fikringlar juda ham qiziq. Sizlar mendan baribir oldin kelgansizlar. Hech esidan chiqmaydi. Serbiyalik edi bu ayol. Germaniya shunaqa davlatga degan. Shotingga pul tushadi. Sendan hamma narsani yechib olishadi-da. Albatta o'sha oy senga ikkita xat surpriz bilan keladi, shot. Nimadir keladi albatta. Har 3 oyda albatta nimadir surpriz narsa keladi. Endi bu qanadir paradoks-da, ya'ni bir tomondan Germaniyani aytishadi, rejalashtirilgan davlat. Lekin har 3 oyda qanaqadir ekstra shotlar kelib qolishi mumkin. Shunga sizlar fikringlar. Men o'shanda ishonmaganman boshida. Keyinchalik bu narsaga ishondim. Yo'q, shu ekstra shotlarni nimaligini ham aytib ketish kerak-da. Misol siz rasxodlar. Ya mana biz nalog kodda deyapmiz. Lekin aytib ketish kerak-da, nimaga nalog to'laymiz? Nalog to'laymiz, yo'llarni qaranglar. Ko'chadagi, o'ynaydigan bolalar uchun qilingan narsalar. Ya'ni siz nalog to'laysiz. Frankfurtda bog'chalar tekin. Bu ham shunday hisobga. Bizda tekin emas. Men 420 dan to'lagan. Bizda tekin, Rheinland-Pfalzda tekin-da, например. Bu ham xuddi shu nalog hisobiga. Baden-Württembergga kelmaylar unda. Baden-Württemberg terrosdan pulli. Katta shaharlarda pulli emas. Katta shaharlarda. Naloglar o'sha narsaga ketadi. Keyin sug'urta transport yaxshi. Sug'urtalar ham prosta tak emas u. Sug'urta haqida ham masalan, sug'urtani tushunish kerak-da. Ko'pchilik tushunchasi bo'lmagan odam aytadi, "Men kasal bo'lmayman, nima men shuncha pul to'lashim kerak?" Sug'urtaga общий. Bilasizmi, nechta pul to'laymiz? Siz точно bilasiz qancha to'lanadi sug'urtaga. Sog'liqni saqlash krankasi. Oyiga 900 ketadi-da menda. Semey общий oilaga, ya'ni 50% ishxona to'lab beradi, 50% men o'zim oyligimdan ketadi. Bizda masalan xotinim ishlaydi, men ishlayman. Ishxonada ham xuddi shunaqa, unda ham uni ish beruvchisi to'laydi, o'zi to'laydi. Yarim где-то har bittamiz 1200 dan to'laymiz. Dan 2,5 mingga yaqin страховка, o'sha страховкаga to'laymiz. Qanchasidan foydalanamiz? Men вообще foydalanmayman, umuman foydalanmayman, 0 o'sha. Endi bu sog'lig'ingizni belgisi. Xudoga shukr, sog'man, hech qanaqa bir marta foydalandim, burnimni anaqa operatsiya qildirishga. Lekin mana sotsialniy davlatligida shu yerda ma'lumda, ya'ni siz va ayolingiz katta oylik topasizlar-da. Sizdan o'shaning uchun davlat ko'p olyapti. O'sha narsada страховка shunaqa ishlaydi. Sog'liqni saqlash o'sha страховкasi shunaqa ishlaydi. Kasal odam uchun sog' odam to'laydi. Shunaqa. Xuddi shunaqa boy odam kambag'al uchun to'laydi. Faqat kasal emas, ya'ni ishlamaydiganlar masalan kambag'al hisoblaymiz-da, masalan puli o'zini topishi yo'q. O'shalar uchun lekin ular xuddi shunaqa biza foydalanadigan meditsinadan foydalana oladi 100%. Faqat biza masalan foydalanmaymiz, ishlaymiz, lekin o'shanga pul to'laymiz. O'shaning uchun общий qozonga pul tashlaladida, o'shadan hammaga ishlatiladi. To'g'ri. Da, mana bu ko'pincha menga bu tosh keladi, sababi men ham ogohlantirgim keladi bu narsalarni. Masalan, mana rostini aytaman, balki sizlarda bordir, menda yo'q. 1 yil 2 yilda hovli ko'tarib yorib, O'zbekistonda bir 4-5 ta qarindoshiga mashina olib berib, endi o'zbekcha boyib ketish shunaqa-yu, to'g'rimi? Hovli ko'tarish kerak, kimdirni uylantirgan bo'ladi, o'zi uylangan bo'ladi va hokazo. Shunaqa odamni paqa eshitmadim. Da, karyerasini joyiga qo'yib olganlar. Bu ham unda zo'r podkast eshitdimda, migrantlar haqida gapiryapti. To есть aytayotdiki, butun dunyoda 5-6 ta kasblar bor, который rostdan zo'r yashaydi.
dostoyni yashaydi. Bular o'sha doktorlar, aytishniklar, o'qituvchilar, yuristlar, marketingni ba'zi bir xodimlari. Dastatga yashaydi. Dastatda yashaydi. Bu Amerikada ham shunaqa, bu Shvetsariyada ham, bu Germaniyada ham shunaqa. Lekin, endi qarang, lekin degan joy bor. Kelayotgan o'zbeklarimizni asosiy qatlami ulamasdi. Nimaga? Doktorlar ham ko'p lekin. Ko'p. Asosiy qatlam degan biz 51 dan tepani olamiz doim. Shu uchun meni maqsadim ularga yordam berish. Masalan, doktorlar baribir jamiyatni IQsi balon qatlamiga kiradi, intellektual qatlam. Ya'ni ular bu narsani o'zi bizga aytib bermasak ham, bular o'zi topib keladi. Mana O'zbekistonga kelayotganlar, Faxtgraf vizasi bilan qishloq xo'jaligiga kelayotgan bolalar bor. Yana nima bor? Mehmonxonaga ishlayotgan ham kelishyapti. Hop, endi bitta narsani tushunish kerak-da. Bu oddiy tushuncha-yu, kim aytdi, qaysi davlatda o'sha yo'nalish bo'yicha kelgan odam millioner bo'lib ketadi yoki boy bo'lib ketadi. Noto'g'ri-da. Amerika bilan adashtirishadi ko'pincha. Amerikada har xil narsa-da, Amerika bilan Germaniyani solishtirib bo'lmaydi-da. Masalan, mana ham ba'zi bir jahlim chiqib ketadi. Germaniyada siz aytganingizdek sotsialniy davlat. O'shaning uchun shifokorlar farqi yo'q, nima yo'nalishda ishlashdan qat'iy nazar bir xil oylik topadi. Masalan, kichkina 3 yashar bolalarni o'limdan qutqarib, boshidagi qonni operatsiya qilasizmi? Kechki payt 3 da yoki qanaqadir geriatriyada ishlaysiz. Geriatriyga har doim tashlaymanman. Chunki yoshi katta 72 dan baland bo'lganlarni qanaqadir nima deydi, davleniyasini davolab, unaqa og'ir ish emas-da, demoqchiman. Unaqa kechki payt dejurstvrda turib ishlamaydi, lekin oyligi bir xil. Ober arslani, shef arslani, tushunasizmi? Amerikadan farqi shundaki, Amerikada kapitalizm o'tdi baribir. Shifokor yo'nalishiga qarab pul topadi. Masalan, kardioxirurg, neyrokirurg, sosudistlar ko'p pul olib kelgani uchun больницаga ularga ham shunga yarasha oylik kompensatsiya qilib berishadi. Anaqa tortni kattaroq qismini berishadi. Da, o'shaning uchun ham o'tda lekin rezidentlar o'sha Vayta Buildingdagilar kamroq topadi Germaniyaga qaraganda, lekin faqarz bo'ldimi, obrarz bo'ldimi, bo'ldi. 5 barobar, 10 barobar ko'payib ketadi oyligi. Millioner уже. Da, masalan, neyrokirurglar lekin 40 yoshigacha почти o'qiydi, 36, 37, 40 yoshida endi faqarz bo'ladi. Lekin oyligi sразу 800 ming, 1 million bo'ladi oyiga, yiliga ofitsialni. Tushunasizmi? Lekin masalan house arts bo'laman desa o'tda oyligi 200-300 mingdan boshlanadi. Tushunasizmi farqini? Lekin qiladigan ishi, ketkazadigan vaqti shunga yarasha kompensatsiya bo'ladi. Germaniyada unaqa narsa yo'q. Chunki motivatsiya ham yo'q-da bu yerda u narsaga. Chunki kapitalizm bilan sotsialniy sistemani farqi, siz bu yerda mana ishlayapsiz, sotsialniy sistema sizga shunaqa qilib qo'ygan atrofingizni, sizga kerak emas-da bu narsa. O'zingizni shunaqa urovingga olib chiqish Amerikadagi kapitalizmdagi kerak emas. Chunki hamma narsa bor. U yerda ishingizni yo'qotsangiz, hamma narsani yo'qotasiz. Страховка yo'qoladi, statusingiz yo'qoladi. Bu yerda ishingizni yo'qotsangiz, sizda страховка qoladi. Statusingiz qoladi. Shuni katta farqi bor. Minuslar, endi bitta katta farqlarni aytdim, boshqa tarafi ham bor. Masalan, bu yerda siz aytganingizdek, bomj bo'lib qolmaysiz oxirida, nimadir yo'qotib qo'ysangiz, qo'lingiz sinsa, boshqa narsa bo'lsa-da, u yerda to'g'ri, bomj bo'lib qolish juda ham katta shans bor agar xirurg operatsiya qila olmay qolsa. Masalan, Texasda Amerikadagilar agar ko'rib qolsa adashib, точно tasdiqlaydi. 300-400 mingga normalniy villa qursa bo'ladi. 300-400 mingga. Dollarmi, yevromi? Farqi nima? Bor farqi. Hop, 300 ming, 400 ming dollar Amerikada bo'lgani uchun 300 ming, 400 mingga yaxshigina uy qursangiz bo'ladi. 2 etajli, 2 mashina kiradigan, tushunasizmi? Bu yerda qayerda ko'rasiz unaqa 300-400 mingga? Assalomu alaykum. Eng chekka qishloqda ham qura olmaysiz, birinchidan. Ikkinchidan, bu yerda normalniy g'ishtdan qurishadi, boshqa narsa o'tda bilamiz uni. Kartonniy bo'ladi. O'shaning uchun arzonroq, yer ham arzonroq masalan. To'g'ri, Nyu-York o'rtasida yashayman desangiz, o'tda ham farqi katta. Lekin o'sha narsani adashtirishadi, bu yerda ham xuddi shunaqa bo'lsa kerak. Bilaman, Amerikada medsestralar bor, medbratlar bor, o'zbeklar ko'rsatishadi hayot qanaqa, Teslada yuradi, katta uylarda yashaydi. Bu yerda unaqa qila olmaydi. Endi qaranglar. Mana shu bitta narsani aytib ketishimiz kerak. Biz baribir o'sha high levelga qarab ketyapmiz. Men o'sha oddiy aholiga nisbatan mana bir soliqga siz ham men bir marta bir soliqdan so'raganman-da, aka siz juda ko'p narsani bilasiz. Chunki bir soliq Germaniyada ham biznes bilan ham shug'ullanasiz. Hozir shunaqa qilsam bo'ladimi? Bo'ladi. Hozir ham biznes hayotining bir qismi biznesga bog'langan va asosiy ishi ham bor. Shuning uchun mirsoliqdan bilgim keladi va o'shanda so'ragandim. Siz juda ko'p narsani bilasiz. Siz sotsialniy set qiling-da, odamlarga aytib bering desam, aka menda vaqt resursi juda ham kam va energiyam kam. Bu narsaga degandim. Mana sizga plashatka aka. Siz o'shanda ham aytganingiz-da, mana o'zbeklarimiz ham qiladigan klassik xatolarni ham to'xtalib ketganingiz. Mana narsam kutib keladi. Bekzod to'g'ri aytibdi. Nimagadir Amerika bilan Germaniyani bitta temani ichiga qo'shib turib
sudit qilishadi. Ya'ni shunaqa. amerikanskiy orzular bor-ku, mana rostdan ham samarqandlik tanishlarim bor, buxorolik tanishlarim bor, borib, nelegal bo'lib borib, ancha o'zini tiklab olib, finansiy realniy oyoqqa turganini men shaxsan bilaman, lekin Germaniyada paqqa точно bilganlarimning hammasi +8 yil. +8 yil. Вот sizni fikringiz juda ham qiziq bu narsa. O'shanda ham aytdingiz, men agar shans bo'lsa biron kun aytib beraman bu narsani deganingiz. Mana sizga shans faqat o'sha high leveldan chiqarib tashlang. O'sha 3000 gacha bo'lgan oylik topadigan kasblarga bir kiraylik. Mana o'sha qishloq xo'jaligi, turizm, ausbilding qilayotgan bolalar, sababi ularda asosiy potok. Doktorlar o'z yo'lini topib oladi tak-tak. Menimcha boshida kelganda birinchi o'sha asosiy narsalarni to'g'irlab qo'yish kerak. Ya'ni ishni joyiga qo'yib qo'yish kerak. Ishni o'rganib olish kerak. Unga 1-2 yil vaqt ketadi. Tilni o'rganib olish kerak, sistemani o'rganib olish kerak. Boshida xatolar qilish kerak emas. Ya'ni kredit olish kerak emas boshida. Ishdan ishga sakrash kerak emas boshida. O'sha 1-2 yilda bazaviy narsalarni to'g'irlab qo'ygandan keyin keyin sekin-sekin biznes haqida o'ylasa bo'ladi. Atrofga qarab yurish kerak. Ya'ni qayerda spros bor, qanaqa narsaga. Men meditsina sohasida bo'lganim uchun biznesni ham meditsina sohasida qilganman-da. Chunki o'sha yerda eng kallam yetadigan narsa. Boshqa joylarga ham aralashib ko'rganman, u yerda yutqizilgan. O'sha eng kalla ishlaydigan joyga aralashish kerak-da. Bitta narsani tushunish kerak. Biz o'ylaymiz, botga kelganda hamma narsa qonun bo'yicha cho'tki qilinadi. Juda noto'g'ri narsa. Botda men o'ylashim bo'yicha moshennichество zakonniy joyda qilinadi. Ya'ni zakon orqali moshennichество ko'p botdi. Ya'ni shu moshennichество siz tomonidan qilingan bo'lsa, hech narsa qila olmaysiz. Chunki qonuniy shunaqa cho'tki qilib qo'yishadi moshennichествоni. O'shaning uchun boshida kelganda bir misol bormi? Misol. Menda bor, agar sizdan eshitsam zo'r bo'lardi. Menda свежийsi bor просто. Menda misol, ya'ni men Vostochniy Germaniyada uy olganman. Ya'ni bankdan kredit olib turib, uy sotib olganman. U yerda menga aytishgan, что yaxshi bo'lib ketadi, u yerda zdavat qilsak bo'ladi. Определенный summaga olingan. Lekin menga ancha qimmatga sotilgan bo'lgan bu narsa. Va Vostochniy Germaniyada uylarga spros kam. Oxir oqibat shu narsani sotib olishga to'g'ri keldi. Zararga sotishga to'g'ri keldi. Okay. Men o'sha официальный moshennichество to'g'risida ham aytib ketmoqchi edim. Men ham oilamda bo'ldi. Свежийsi, mana yaqinda advokatga beramiz, dushanba yoki seshanba kuni. Anaqa 1&1 bor-ku, anaqa internet sotuv kompaniyam, da. Xotinim endi ikkinchi farzandli bo'layotganim uchun, ya'ni ishdan anaqa oldi, nima deydi endi, mutish o'sha pauzaga chiqdi. Pul oladi. Yo'q, ishdan to'xtatdi ishini. Eltern boshlandi. Shu sababli aytdiki, menga endi 40 yevrolik tarif kerak emas. Endi menga shu arzonroq ham bo'veradi dedi. Aynan oldi. Qarang-da, moshennichествоni официальный bo'lganini. Buni qayerdan bilyapmiz? Shot kelyapti bizga. Ikkinchi oy shot yuqori bo'lib kelyapti. Telefon qilib so'rasak, asallarga deyapti, ikkinchi sim kartani ham оформить qilib qo'yganmiz. Biz bilmaymiz bu narsani. Yo'q, bo'lishi mumkin emas deyapmiz. Yo'q, men seni tushunaman deyapti. Biz aytamiz, "Asamani tushunganing nima qilamiz? Biz uni 24 oy to'lashimiz kerak. Sen fetrak-ku." Biz aytamiz, "Biz rozilik bermaganmiz." "Yo'q, mana turibdi, yesim" deyapti. "Yesim nima uchun deyapmiz?" "Yesim nima uchun desak, u planshet uchun ekan." Biz planshetga hayotda internet bilmaymiz-da. То есть mana официально hozir dushanba yoki seshanba kuni advokatga berib yuboramiz, ular o'zlari shug'ullanadi. Lekin bu ham asab va misoliy gap haqiqat. Germaniya degani bu juda ham idealniy emas. Shunaqa narsalari bor. Ya'ni официально sizni taqillatishadi. Shunaqa qiladiki, siz til bilmaysiz va bu qonunlarni bilmaganingiz sababidan lavoshka ko'p bo'ladi. O'zi kutib o'tirishadi. Shunaqa chet elliklarning kelishini kutib o'tiradigan odamlar bor-da. Chunki u kelgandan keyin ularda boshqacha hech qachon meni aldamaydi. Bu yerda Germaniya hamma qonuniy, hammasi deb ishonib qo'yishadi. Mana aytamaman, katta pulga tushilgan joyda bu. Bo'lmasa siz ham doktorsiz, ko'p narsani bilasiz, tilingiz cho'tki. U odamlar imminni chet eldan kelgan doktorlarni kuzatib anaqa qiladigan odamlar ekanda, mana shu shunday qiladigan odamlar ekan. Ya'ni o'zi eng ko'p taklif qilinadigan narsa-yu, internetda, Instagramda ham taklif qilishadi. Shifokormisan, значит, immobiliya ol, investitsiya qil. Tam nima deydi, naloglaringni yechib beramiz. To есть qiziqib ko'rmang, lekin ko'pchilik o'shanga tushadimi? Endi to'g'ri, balkim yaxshi joylar, yaxshilab qiziqish kerak-da. Men chunki bir marta o'zim prosta hozir nima ChatGPTni erasida yashayapmiz-ku. Masalan, bitta uy taklif qildi-da, 3 etajli uy. Podvali ham bor.
и 3 ta etaj, har bitta etajda bittadan vonung tam 2 xonali, 3 xonali, 2 xonali shunaqa ish qilibdi. Uchalasini отдельно сдавать qilsa bo'ladi degan. Narxi tipo attraktivnida 1 million 200 mi shunaqa. Endi tasavvur qildim, aytdim, o'sha joyda просто ChatGPTga yozaman. Mana shu joyda 3 xonali tam 100% finansирование qilsam, har bittasini tam сдавать qilsam, mana shu servisda общий chiqazib beradi, necha pul turishini xonalarni. O'zi finansировать qila oladimda. Masalan, sel shunaqa bo'lsa, 20 yil o'shani finansировать qiladi, keyin sotib yuboraman, o'zi finansировать qilib, o'sha pul saqlanib qoladi. Maqsad shunaqa bo'lgan. Keyin plus o'zim masalan nalogdan ham bitta olib qo'ysa bo'ladi. Yo'qdi, iloji yo'qdi. Kamida 30% kam o'zing to'lashingga to'g'ri keladi oyiga dedi. Jozmi? Shunaqa. Balki bu ChatGPT'ni yozayotgan narsa hayotda undan ham battar bo'lishi mumkin-da. Da. Bu ham bitta illyuziya. Ya'ni mana iPhone berar ekan. Sotuvchi kompaniyalardan umuman iPhone olmaylar maslahatim. Ular telefondan olmasa ham tarifdan botirib oladi. Normalni botirib oladi. Shuning uchun kelgan Ausbildingami nimagadir kelib srazi illyuziyaga berilib ko'pchilik borib iPhone'ga olishadi baribir. Va deydi 0 bilan iPhone berar ekan va hokazo bu ham katta illyuziyalardan bittasi. Endi xo'p, ya'ni etiketga zo'r ayting. Kelgandan keyin 1-2 yil hech narsa qilish kerak emas. Hech qanaqa kredit, siz aytganingizdek telefonni ham sotib olish kerak, pul yig'ib sotib olish kerak, telefonni, mashinani ham pul yig'ib sotib olish kerak, kredit olish kerak emas. 1-2 yil ko'rib olish kerak, situatsiyani, sistemani o'rganish kerak va o'shandan keyin spros bor joyda kichkinagina qanaqadir biznesdan boshlasa bo'ladi. Sartarojmi, kafechami, lekin kichkinadan o'zini sohasida, o'zini kallasi ishlaydigan joyda boshlasa bo'ladi. Endi Germaniyachi mana bunaqa narsada o'zi Amerika, yana Amerika bilan tenglashtiramiz. Amerika biznes uchun ko'proq, kapitalistik davlat bo'lgani uchun biznes ko'proq qo'llab-quvvatlashadi anaqa. Germaniyada ko'pincha karyeristlar, ko'pincha даже karyera uchun yaratilgan davlatda 100% qo'shilaman. Individualizm bor-da, o'ta, to есть sizni individualniy sposobnostlaringiz o'ta важный. Bu yerda unaqa narsa yo'q, siz bog'liqsiz sotsiumga. O'shaning uchun ko'pchilik ham karyera qilib, ko'pchilik shunaqa tarbiya topadi. Bu yerda shunaqa katta bo'ladi. Kelgandan keyin qaqadir kiradi, karyera bo'ladi. Keyin даже mana bitta yaqin og'aynim bordi. Katta biznesmen, международный biznes qiladi. Lekin bir kuni men bilan gaplashib o'tirgan edi, men shu biznes chota jon ketadi, spokойныйroq hayot qo'yolmayman. Mana shu kompaniyalar borda, o'sha Frankfurtda, o'sha yerda bittasiga kirmoqchiman ishiga. Men aytdim, nima qilasan? Seni birinchidan olmaydi o'tga hech kimdim. Nimaga deydi? Sen birinchi o'rinda, seni yoshing, ikkinchi o'rinda seni qilgan opiting overqualified degan narsa borda. O'sha kvalifikatsiyasi juda ham yuqorida uni. Germaniyaning paradoksi. Seni kvalifikatsiya bilan o'tga borsang, sen kamida o'sha direktor yoki o'sha почти partner darajasidan-da, bo'lmasa opiting bo'yicha, bilming bo'yicha seni o'tga hech kim olmaydi u darajaga. Chunki u darajaga o'tdi birinchi o'sha studentlik paytida kelganlar, o'sha yerda student bo'lgan, keyin ko'tarilgan, karyerani lestnitsa eng boshidan boshlaganlar, o'sha kompaniyada keyin vaqt kelgandan keyin partner bo'ladi. Hech qachon u kompaniyalar chetdan olmaydi. Agar chetdan oladigan bo'lsa ham, xuddi shu yo'nalishni boshqa kompaniyada bosib o'tganini olish mumkin. Lekin bunda tam nechidir multimillionli biznesni qilgan bo'lsang ham, kelsang aytadi, uzr deydi. Bizani baribir sistemaga, bizani ekosistemaga tushunmaysan deydi. O'shaning uchun Germaniya meni fikrim bo'yicha karyera uchun davlat. Bitta nashatga qo'shimcha qilib ketay. Bunaqa signallarning eng zo'r bilinadigan narsasi bu albatta bolalar. Bolalardan ko'p narsa seziladi. Men bir kuni qizimga aytayman-da. Bexunush birinchi partiga o'tir deyman-da. Endi bizda klassika nima qolgan? Birinchi partiga o'tirsa, uni yaxshi eshitadi. Nimaga deyapti-da? Yaxshi eshitasan, ammo orqa partada ham yaxshi eshitaman deyapti. Menda ani generatsiyalar urushi bo'ladi-yu. Mana shunaqa bo'ldi kallamda. Men aytaman, bizga o'rgatishgan. Masalan, orqada ham yaxshi eshitiladi-yu. Keyin uni tabiatida kuzatyapman. Unda oldidagi odamni dushman deb ko'rish yoki u bilan poygalashish nazariyasi bizchalik emas. Sizni ham bolangiz bor, shu gapga qo'shilasizlarmi? Mana chunki o'zingizlarning temalardan, biz o'zimiz ochgan temadan yaxshi chiqdi, to есть karyera uchun qilinadi-yu bu. Ya'ni ani poygaga Xo'p, endi karyera uchun qilgandagi karyera bitta tushib olganingizdan keyin o'zingizga tepaga ko'tarib qo'yadigan gap emas bu. Yo'q, men uni aytmoqchi emasman. Men aytmoqchi bo'lgan narsam o'sha Misolga ham gapi yoqdi-da, o'sha haqiqat. Ya'ni bu ko'p narsani davlat qilib qo'ygan. Unaqa trashiz, chirma nima edi?
qanaqa endi orqani yirtib harakat qilish shart emas ba'zi Motivatsiya yo'q, motivatsiya yo'q to'g'ri, motivatsiya yo'q, chunki nimaga motivatsiya o'sha опять же tibbiyotga qaytamiz, nimaga kamdan kam уже odamlar qiyin xirurgik yo'nalish tanlash xolos, chunki motivatsiya yo'q. Kim nima desin, ichki dunyosi qanaqa go'zal bo'lmasin, oxirida pul motivatsiya bo'ladi. To'g'rimi? Finansiy motivatsiya eng kuchli motivatsiyadan biri. O'zi eng kuchli motivatsiya ochlikda. Ochlikda endi har qanday hamnaqa nonga, suvga bo'lgan ochlik emas, o'sha nima deydi? Любой narsaga bo'lgan ochlik bo'lsa, o'sha narsa motivator bo'ladi. Ochlik yo'qmi, значит motivatsiya yo'q. O'shaning uchun ham o'sha eng og'ir bo'lgan xirurgik yo'nalishlarni o'sha kamdan kam odam tanlayapti. Любой saytga kirib ko'ring, shifoxonalarning saytini, xirurglarga kirsangiz, в основном иностранецlar bo'ladi. Nimaga иностранецlarda finansiy anaqa emas, ichki motivatsiya bor. Nimadir o'zgartirish. Ko'pincha o'sha biz first generationmizda, birinchi kelganlarimiz. Bizda hali ichimizda olov bor, nimadir o'zgartirmoqchimiz, nimadir ko'rsatib qo'yish. Lekin men bitta narsa aytaman, boshida kelganimda, endi o'tdan motivirованный bo'lib, ani ochlik bilan kelganmiz-da bu yoqqa. U kelgandan keyin ani ish topish kerak, 300 ta yuborganman-da, aytganman. 300 ta joyga yuborganman, xat ishga olgin debda. Ikkitasi положительный kelgan. Borib ishni boshlaganimdan keyin ishni boshladim. Birinchi oylik kelgandan keyin o'shani o'chdi-da, motivatsiya bor. Bo'ldi, erishdim narsaga debda. Keyin qaraysiz, ko'rasiz, misol uchun mehmonlarga borasiz, kollegalarning oldiga. Kollegalar qanaqa? Uyda обязательно hammani zo'r televizor bor, katta. Divani bor. Kech payt ishdan kelgandan keyin o'tirib o'sha televizor ko'radi-da. Ya'ni divanli odam bo'lib qoladi-da. Chunki hamma narsasi bor, motivatsiya yo'q. Pul kelib turadi, mashinasi bor. Uy keladi, atmosfera bor. Harakatga to'g'ri aytiladi, ochlik yo'q. Harakatga motivatsiya yo'q. Men ham shunaqa bo'lib qoldim. Yo'q. Bir kun o'rnimdan turdim-da. Bu narsani-chi bitta xuddi shu yaqqol misoli, bitta brat borlarda, o'zi eng yosh professorlardan biri O'zbekistondagi. Keldilar, o'zi rektorda, hozir Akmal aka ko'rib qolsangiz, keldi anaqa ofitsialniy vizit bilan institut nomidan Germaniyaga keldi, bittikda anaqa mamcha Mannheimga bordilar. Keyin shunda o'sha bizni birga o'qigan bolalarning ko'pchiligi bu yerda Germaniyada ko'rishdidan, bitta ikkitasi xirurg, ortoped, oberarslar. Keyin men bilan ham ko'rishdi. Keyin menga bitta Bekzod deydi, nimaga bunaqasanlar deyapti. Men endi nima maqsad dedi, qanaqa maqsadlar bor kelajak, nimalar qilmoqchisan deyapti. Endi men aytdim, endi har xildim, hamma narsa maqsad ko'p dedim, vaqt yo'q dedim. Ketdi, yo to'g'ri maqsad qo'yish kerak edi, chunki harakatdan to'xtasang, deyapti, mana hammangni ko'ryapman deydi, ko'pchiliging o'tirib qolgansan, bo'ldi o'zi. Ish ketyapti, har kuni boradi, bitta operatsiyasini qiladi, bo'ldi. Boshqa hech qanaqa o'zgartirish, yangi narsalarni qilish, nimadir dunyoni o'zgartirib olish degan narsalar yo'q deyapti. O'shaning uchun 100% qo'shilaman. O'shaning uchun yangi narsalarni o'ylab topish, o'zi uchun o'ylab topish, hobbi ham bir kun kelib nimadirga olib keladi-da. O'zi uchun o'sha golod sozdавать qilish. Nimaga bu temaga hozir boshqa chiqib ketdim, sezmayman, shuni boshqa joyga chiqib ketdi deyapsiz. Lekin bu konkret mana shu temaga-da. Nimaga? Chunki boshida kelganda siz aytdingiz, boyib ketish, ya'ni o'sha kelgandan keyin определенный oylik. O'sha определенный oylikda qolib ketsa ham bo'ladi, boshi kelganda atrofga qarab yoki o'zi uchun har doim golod sozdавать qilib, o'sha xohlagan oyligiga ko'tarilsa bo'ladi. O'sha biznes qilishi uchun ham shu motivatsiya bo'lib turish kerak-da. Anaqaga bordim, bitta joyga oxirgi narsa. Bemalol, bitta zooparkka bordik, zooparkka esimdan chiqarib qo'ydim. Qaysi zooparklik ekan? Zooparkka kirganingizda katta qilib yozib qo'yganda, chumolidan filgacha shu hayvonlarni 3 ta narsa har doim qimillatgan, ya'ni yurishiga majburlagan. Birinchisi bu bola qoldirish, ya'ni borib gen qoldirish, o'shaning uchun yurish kerak bo'lgan, ochlik va uchinchisi qochish, ya'ni boshqa kuchliroqdan qochish. 3 ta narsada. Bizda ham shu narsalar menimcha asosiysi ochlikda, ya'ni постоянно o'zimiz uchun qanaqadir golod sozdавать qilishimiz kerak. Ya'ni bilim bo'yicha golod, ochlik yoki ish bo'yicha ochlik, sport bo'yicha ochlik. O'zimiz uchun искусственный shu narsani постоянно sozdавать qilishimiz kerak. Endi qarang, bu zo'r fikrlar, menga yoqadi. Men bu fikrlarni tak-tak bilardim. O'zi kameraga yozilib kimgadir ta'sir qilsa, men faqat xursand bo'laman. Aytmoqchi, yoqqan bo'lsa podkast like, komment yozib ketinglar. Maqsad boshqa. Men prosta biz 3 xil odammiz va 3 xil
joylardamiz. Men o'yladim o'sha baribir ko'rishganimizda gaplashamiz-ku, juda ko'p temalarni, o'sha o'zbeklarni noto'g'ri migratsiya qilib qo'ygani, kutuvlarni noto'g'ri chiqqani va bu taklif etilganda Bekzod Amirzodov ham davay deyishdi-da. Men shunisiga shu uchun ham bosib ketinglar, sababi ochig'ini aytaman. Bekzod ham, masalan, men o'zim xo'jayinman, men o'zim firmam bor. Men istagan paytim o'zim vaqtimni kontrol qila olmayman. Bular baribir davlatga ishlashadi, klinikani rejimidan chiqib ketisha olmaydi. Ya'ni bularni aytayotgan gaplariga bemalol ishonsanglar bo'ladi. Ya'ni bular biznes bilan ham shug'ullanishadi va o'zlarini karyera yo'llarini ham topib bo'lishgan. Bizni maqsadimiz bu narsalarni yolg'on ekanligini, ya'ni internetda ko'rayotgan narsalarning hammasi ham rost emasligini sizlarga tushuntirib qo'yish. Ya'ni kutuvni to'g'ri qilib kelsanglar, to'g'ri migratsiya bo'ladi, to'g'ri joyga joylashasizlar. Masalan, ikkalanglardan ham shu gapni eshitganman. Bizni ko'chib kelgan davrda dedinglar, informatsiya deyarli yetarli bo'lmagan. Men shu uchun ham hozir aytaman-da, 21-asr ChatGPT, искусственный intellekt juda ham zo'r ketyapti va shu narsalar bo'lib turib ham aldanishi men bilmayman. Nima, ana xuddi odam o'zini ko'ziga qo'lini tiqib ko'r qilishdek tuyuladi-da. Yo'q. Siz botda turib shunaqa deyapsiz-da. O'tdagi odam kelayotgan informatsiyaga ishonadi-da. U boshqa informatsiya bo'lmasa, alternativniy informatsiya bo'lmasa, nima qilsin? Hop, mana bunaqada o'zbek blogerlari ikkiga bo'linadi-da. Bittalari bor, anaqa illyuziyani, qanaqadir orzularni, sal fantaziyani, nima deydi? Bitta narsani, bitta obyektni har xil tushuntirsa bo'ladi-da. Masalan, xuddi shu mana bu suv reklama aytishadi-yu, yarimi to'la, yarimi kam deyish mumkin. Bitta blogerlar bor, aytadi bu yarimi pustoy deydi, brat. Qolganlari bor, yo'san pastdan qara, suv to'lib yotibdi, ichida deyapsizmi? Yo'q, endi aytmoqchiman, xuddi bitta narsani har xil reklama qilsa bo'ladi. Germaniya yomon emas, prosta odamlarga boridan ham ko'proq qilib, yarkiroq qilib, ko'proq, kattaroq qilib sotgandan keyin sal depressiyaga tushadi. Nimaga? Chunki o'sha narsani kutib kelganda. Eng yomoni qaytib keta olmaydi. O'sha qaytib keta olmaydi. Ko'pchilik qarz aytganingizga qarz bilan kelgandir kimdir. Qarz bilan, o'sha noto'g'ri qarz bilan keladi. O'sha Bekzod bilan boshqa ko'rsatuv o'qiganman-da, bilasiz-ku, ana vatandoshlar jamoat fondi bilan o'sha yerda zo'r gap aytganda Bekzod. Bekzod aytdiki, o'sha yerda men so'radim Bekzoddan, ya'ni Germaniyaga moslasha olmay qaytib ketayotgan o'zbeklar haqida fikringiz bormi desam, Bekzod aytdiki, juda ham yoqqan shukri, qaytib ketayotganlar ayblab bo'lmaydi dedi-da. Ya'ni ular o'zida shunaqa kuch topa olgan qaytib ketish uchun deyapti. Balki shu yerda yashab qayta olmayotganlarda kuchi yo'qdir degandi. Menga vashi yoqdi shu gapi. To есть qaytib ketish uchun ham katta kuch kerak, kelish uchun ham bitta kuch kerak. Bu sistema menga tushmas ekan. Men karyeristni odam emasman. Men doimo och qolaman. Menga doimiy rivojlanish kerak. Men 3 yilda o'rtog'im balki o'rtog'inidir, balki ukasinidir uylantirishim kerak, kattaroq soqqa topishim kerak degan odamlar masalan ba'zilar qaytib keta olmaydi-da. Mana kommentlar kelib qoladi-da. Nima yashayapsanlar o'zlaring? Endi uni aysberg orqasida necha yillar turibdi-da. To'g'rimi aka? Men til o'rganish bor. Mana kimgadir Germaniya yoqadi, menga yoqmaydi. O'shancha kimga yoqadiganlar yashab yuribdi. Muammosi yo'li. O muammoni bo'yicha topsa bo'ladi-da. Masalan, xuddi shu har xil alternativnilar bor. Masalan, salom Berlin deysiz, Berlinga borsangiz, ko'pchilik Berlinda yashashni xohlamaydi. Chunki nima? O'tdagi kulturalar bilan, o'tda yurgan odamlar bilan ko'pchilik chiqishmaydi. Har kuni ko'rishni xohlamaydi. O'shaning uchun Berlinda yashaydi. Masalan, tushunyapsizmi? Brat chetda tayyorlab kelibdi. Hali to'xtatib bo'lmaydi. Yechilib. O'shaning uchun u hammaga bir xil emas Germaniya. Hamma o'zini ko'zi bilan ko'radi, o'zining tasavvuri bilan. Keyingi podkastimizni Bekzodni o'rtaga o'tkazamiz. Moderator Bekzod bo'lsa, chetda gap bermayaptilar. O'zicha harf bo'yicha siz o'rtada o'tirishingiz kerak. To'g'ri. Nom bo'yicha. Keyin safar, keyin safar qayerda o'tiraylik? Joyimiz qovursinmi? Sababi men mikrofonni aytmoqchi. Qanchaga oldingiz? 120gami? Yo'q, men 100 ga olganman-da. Ikkita mikrofon meniki emas. Ikkitasi minovi yangi mikrofonlar deb yozyapman. Sababi sifatli narsa yetib borsin. Yo'lda qayerdadir eshitayotgan bo'lsanglar, albatta like bosib ketishinglar va komment yozib ketish esinglardan chiqmas. Sababi bu narsa ko'proq odamga yetib boradi. Reklama bor. Manev ilovasidan sizlar Germaniyada qancha pul topsanglar ham O'zbekistonga yuborsanglar bo'ladi va 0% bilan. Hozir reklama chiqadi. Monef ilovasi orqali butun Yevropadan O'zbekistonga oson pul yuboring.
Bosh sahifadan payment bo'limiga o'tamiz. Payment bo'limidan esa transfer to Uzbekistan bo'limini tanlaymiz. Qabul qiluvchining Uzkart yoki Humo kartasini kiritamiz va albatta kerakli summani ham yozamiz. Eng asosiysi Monef ilovasida Yevropadan O'zbekistonga pul o'tkazish uchun xizmat haqqi 0%. Monef, pulingizni oson va qulay jo'nating. Xudo xolasa yanvarda 10-larida Toshkentga boraman va o'zimni soham bo'yicha varikoz bo'yicha konsultatsiya qilaman, operatsiyalar qilaman. Xohlasanglar yozilinglar, klinikani oti aytavering. Instagramda yozaman. Bu bizga hurmat bo'ldi. Aka Samron nima reklama chiqib ketdi? Manda bir reklama yo'q. Menda reklama bor. Kitob yozmaysizmi hali? Kitob yozmoqchingizmi? Ishlayapman kitob ustida, ishlayapman kitob Nima yozaman. haqida yozasiz? Men ikkita kitob yozish, bitta kitob bo'lmoqchi edi, keyin ikkiga bo'lishga harakat qilaman. Men yozolman lekin. Kitob Men yozasiz? ikkita yozolman. Mahram ketdi. Endi kitob deyishgan bilmadim u. Otini ayting, otini. Kitob. Musof bittasi bor. Ikkinchisini ikkalasi ham nomi bor. Bittasi Germaniya o'zbeklari haqida. Ularning hayot yo'llari haqida uchta Mani ham qo'shasizmi? Ha, borsiz. O'rta pokoleniyaga kiryapsizlar va Musofirning 1000 kuni degan narsa yozyapman. U chista o'zimniki, umuman senzurasiz, hech qanaqa senzura yo'q yerda. Umuman so'kish bo'yicha ham diniy qarashlar, dunyoviy qarashlar umuman senzurasi yozilyapti. Endi bilmayman uni qanday chiqarish mumkin bo'ladimi yo'qmi? Uni bilmayman. No, real narsalarni yozyapman. To есть o'sha aldanib kelgan odamlar haqida ham bor o'tdi. Masalan, Bekzodning gaplari bor, sizning ham gaplaringiz bor, sizdan olgan narslarim bor o'zim uchun. Chunki bunaqa podkastlardan nima foyda o'zi? Masalan, podkast hozir qancha 57 minut yozgan bo'lsak, butun 57 minut bir tiyin bo'lishi mumkin, lekin kimdir qulog'iga shu bitta fikr trong o'tib ketib qolsa ham bo'ldi, galochka-da biz uchun. Shuning uchun oxirida aytib ketinglar, hammaga qiziq bo'ladi. Hamma shu narsani kutib turibdi. Qancha pul topasiz? Manmi? Kerak emas, ani qo'shimchalar o'rta qancha pul topasiz? Nettomi? Netto. Bruttoni ayting. Yo'q, netto. Siz uchun ayta olmayman, buni qarab qo'yaman keyin. Yo'q deydi. Kerak emas narsa. Расход Netto. Расход deding necha pul oylik? Oyiga qancha ketadi? Hech nima qilmasangmi? Mana sayohatsiz. Yo'q, hozirgi oyiga ketadigan 100% anaqa bor. 100% siz 100% shotingizdan ketish kerak. 3800 4000. Ana. Shundoq. Kamida. Bu ichida restoran yo'q, sayohat yo'q. Restoran, sayohat yo'q bu ichida. O'sha страховкаlarimiz. Faqat uy, страховка, ovqat, keyin tam bog'chilik, tam boshqa hammasi. Shu 3800 4000 ozgincha o'ynab turadi bu narsa. Shu bir oyda endi hamshira bo'lib kelyapti, 4000 olyapti. Sizni расходingiz qancha bo'lyapti? 3000 nechi dedingiz? 3800 dan 4000 da o'ynaydi. Bu degani qolmayapti pulda. Hamshira keladi. Yo'q, sizdek yashaydigan bo'lsa-da, misol uchun. Da. O'sha narsani mana bunaqa narsa-da. Manda ham в основном med studentlar o'tiradi, kelish xohlaganlar. Menimcha normalniy, adekvatni o'ylaydigan bo'lsa, tushunadi. Kelishi bilan men darajamda bo'lmaydi albatta. Men ham kelganimda o'zim darajamda bo'lganman. Mendan ham baland darajadagilar bor. U chotki. San nima deydi? Noto'g'ri-da uni taqqoslash. Da. O'sha mana shu yerda katta xato ketyapti-da, ular o'sha blogni ko'rishadi-da. Men ham kelsam nuqtani mana shu yerdan boshlab ketaman. Yana boshiga qaytdik shu narsani. Hamma uchun pul, boylikka har xil aytdingiz-ku siz. Qanaqa misol uchun u boy hisoblaysizmi bu yerda o'zingizga? Ya'ni boshida olayotgan oyligiga yarasha, ya'ni ko'rpani o'sha oyoqqa yarasha uzatish kerak boshida. O'shanda hammasi yaxshi bo'ladi va intilish kerak. Yangi narsalar qilib, ya'ni oylikni ko'paytirish kerak. Hammada bitta maqsad har xilda. Masalan, aytganingizdek, men boya aytib ketgan bitta kollegam bor, eng yosh ichimizda, fransuz. Uni maqsadini eshitgan odam kuladi, lekin bitta tarafdan xohishi, uni hayoti. Nimaga? O'sha vegada yashaydi, 500 ga mashinasi olmagan, lekin pulini yig'ib yuribdi. Nima yig'ib yuribdi san desang, BMW M8 competition olmoqchi. 120 mingga. Bitta olmoqchi. Ha, naqdga. Siz uchun sizga kulgilimi? Yo'q, chunki men u narsani o'zimga pozorat qila olmayman-da. Nimaga? Finansiy taraflardan. Nima qilaman men o'shadan keyin? Ikkita u egoistlar mashinasi, faqat ikkita joyi bor. Birinchidan men oilaviy olaman. Bu tema ham o'zi yomon gemoroy tema. Ikkinchidan boshim yuradi, 120 yillik mashina olgandan keyin. Buni hamma narsasi qimmat, nalogi qimmat, servisi qimmat. Har bir 4 ta ballonni kamida 3-4 mingga alishtirasiz uni.
tushunasizmi? Lekin u bolani maqsadi shu, u yaxshi ko'radi mashinalarni, jinnisi. O'shaning uchun bo'ldi, menga boshqa ishingiz kerak emas, deyapti. Men o'sha bir xonani snimat qilib yuraveraman, lekin ko'tim tagida o'sha M8 competition bo'ladi. Ya'ni oddiy ham emas, competition demoqchi. Keyingi mavzularimiz nima bo'lishini ham albatta kommentda yozib ketinglar. Nima mavzularni ochib beraylik sizlarga. Faqat meditsinaga kirib ketib qola olmaymiz, to'g'ri tushuninglar. To'g'ri, ikkita zo'r medik o'rtoqlarim, no biza massaviy ko'pchilikka foydali tegan mavzularni yozinglar. Biz uni o'tirib obsujdat qilib beramiz. Sababi nimaga? Mirsolih qo'lida ham va Bekzodni kollegalarning orasida yoki Bekzod o'zi har kun ko'radi, masalan, Atsubi bo'layotgan, Atsubilar ham bo'ladimi sizlarda aytmoqchi? Bormi Atsubilar? Atsubi deganingiz Shunaqada shularda keladi. Bor. Medbratlar. Hamma joyda bor. Ne, sizlarning ishoninglarga keladimi? O'zbekistondanmi? Yo'q, o'zi umuman bor. Mana bolnitsamni o'zini anaqasi maktabi bor. Men nimaga buni aytmoqchiman? Ya'ni biz o'sha Ausbildning temalarini ochib, ko'lab ichidan ma'lumotlarni bizga yetkiza olamiz. Masalan, uy olish temasini men bilmayman. Nima mavzusiga qiziq bo'lsa, faqat kommentga yozinglar. Nima yoqdi, nima yoqmadi, albatta kommentga yozinglar. Albatta, chunki bu narsani biz stabilni davom ettirishimiz uchun sizlardan bizga feedback kerak. Keyin biz shunga qarab turib harakat qilamiz. Faqat Germaniya haqida gaplashamizmi? Yo'q, bizga vashi gitara любой temani ochishimiz mumkin. Faqat bu to'g'ri hamma tema, nima deydi, любой temaga bu manaqa narsa-da. Biz hech qaysi bitta biz o'zimizni yo'nalishimiz bo'yicha ekspertizamiz bor, lekin bu yo'nalishdan вообще gaplashmaymiz masalan-da. To'g'ri. O'shaning uchun bu har bitta gaplashgan narsa bu o'zimizning shaxsiy fikrlarimiz, shaxsiy subyektiv fikrimiz. Masalan, straqoga ketaylik. Pul haqida gapirish uchun biz qanaqadir finansiy ekspert emasmiz. To'g'rimi? Hech qanaqa nima o'zimizni farumdan, ya'ni opitdan olgan holda sizlarga qanaqadir yordamimiz tegsa xursand bo'lamiz. Kimdir согласится, kimdir rozi bo'lishi mumkin, qo'llab-quvvatlashi mumkin, kimdir вообще absurd deydi men uchun. O'shaning uchun shaxsiy fikr hamma. Bitta pul va illyuziya. Psychology of Money degan kitob bor, mashhur menimcha ham o'zbek tilida ham bor, pul psixologiyasi degan. O'sha yerda o'qib ko'rsangiz, bitta eng asosiy fikri farqi necha pul topasiz, $100 topasizmi oyga yoki $100,000 oyga topasizmi? Любой klassda bo'lishingizdan qat'iy nazar ekonom qilishingiz shart. O'sha narsa. Aka, mana qiladi-yu, nemislar chapay chalmaydi, nemislar stol ko'rib, biz ham stol ko'rib. Sog' bo'linglar. Agar yordamimiz teggan bo'lsa, xursandmiz. Обязательно kommentariyalarga yozinglar temalarni, chunki biz uchun muhim sizlarning fikringlar. Va o'shanga yarasha tema chiqaramiz. BNB podkasti birinchi son, o'ylaymizki sizlarga yoqdi. Tamom, yaxshilik ko'rishaylik. Germaniyadan qattiq ko'rishsak ham baxtli bo'laylik. Iltimos bir-birimizdan aldamaylik, zo'r bo'lib ketaylik. Joningiz sog' bo'lsin. Xafa bo'lmanglar. Xafa bo'lmanglar.